Assalomu alaykum, hurmatli yurtboshim. Mana sizni ma'ruzalaringizni eshitib, tomosha qilib o'tiribmiz. Sudyalarni tanqid qilganingizda rahmat sizga, shunchalik vatanimiz uchun, adolat uchun harakat qilib, fuqarolaringiz uchun shuncha jon kuydirib turganingizga Xudo sizdan rozi bo'lsin. Va tepadagi jonkuyar boshliqlarimizga ham rahmat. Hammasi ham endi bunaqa demaymiz hech qachon. Lekin men ishim bo'yicha sizga ko'p murojaat qildim. 5-6 marta sizga, 10 marta ham chiqdim. Portal yozuvlar bilan, keyin prokuraturalarga yozdim. Pop sudiga yozdim. Hamma yoqqa yozmagan joyim qolmadi. Video murojaatlar qildim Instagramdan. Hamma yoq qildim. Bitta ham foydasini bermadi. Mana bu avtoavariya bo'lganimda video registratorda o'zini mashinani tagiga qanday tashlagani ko'rinib turibdi. Endi bu inson demay ayblamayman, lekin mashinani tagiga yiqilganmi, o'zini tashlaganmi bilmayman. Shu bo'yicha hurmatli yurtboshim, sizga mana arizalar qildim. Gen prokuraturalarga 5-6 marta yozdim. Bittasidan ham javob yo'q. Oxirgi Xalq qabulxonasiga bordim, Boyda tumani. Qabul qilishdi, rahmat. Pop tuman sudidan telefon qilishdi. Kassatsion yozing dedi. Kassatsion yozdim, yana Namangan ko'rib chiqar ekan. Men Oliy sud ko'rib chiqishini talab qilib yozgan edim. Lekin foydasini bermadi. Keyin borib yana kassatsiya shikoyatimni qaytib oldim. Yana qanaqa ko'rib chiqadi, qanaqa yo'q deb, endi yana sizdan murojaat qilib so'raymanki, Oliy sud ko'rib chiqishini so'rayman, hurmatli yurtboshim. Endi administratsiya boshlig'i aytganlaridek, odamlar sudga oxirgi umid sifatida keladi deganlar. Sudga umid sifatida boruvdik, lekin umid qilganimizdek bo'lmadi. Video registratordagi mana bu ochiq dalillarimni qabul qilmadi. O'sha mashinamdagi yo'lovchi guvohlarni ham guvohligini ham qabul qilmadi. Ekspertiza mutlaq ishlamadi. Ekspertiza noto'g'ri xulosalar chiqardi. Tergovchi advokat ham og'izmadi menga. Advokat olmay qo'yavering, yordam beramiz deb turib, yordam berdi haqiqatdan ham. Mana aybdor bo'lib chiqdim. Hammasi noto'g'ri chiqdi. Men noroziman bu nimadan. Shu Pop tuman sudining chiqargan qaroridan noroziman. Albatta bunga yordam berasiz degan umiddaman. Sizga rahmat.